Татарстанның атказан артисті Әнуар Нұрғалиев. Керек ысырап иштен кетіп береміз. Былай болған сесіктен Раймон Қыранезов айтты, ертең құрметті тамашашылар, сіздің есімінен, анық күтәрет күркізінен, мәшіше тамаша үшін біздің ұзақ yol бейрем күндерінде бұның бір ішін бізге кезерген үшін зор рахмет етірген. Bunun da biz ilk sağlanıp ötütüp karşı aldık. Birinciden bizim yaklaşımız, bizim koşu rayon birlikte, ikinciden bizim tamaşaçılarla Susagan, sağımlarına nəşrli şəralar beyramlarının ötken yıllarda şimdi şiir bulma sebabıyla, şiirler bulma sebabıyla kişilerden şirasılar, mutlu tamaşalar bulmadan birinde. Ama Ender özü de ilgili şimdi, özünün ülkesinde katlanan kişi, buna göre üniversitenin yılların aslında tuğan yer, tuğan yurt, aniler meselesinden suğarılgan nomra zor rahmet sizin. Yigitlerle kızlarga selametlik, icadi kuşlar. Rahmet. Endi hurmatli do'stlar, shunday ma'muriyatga qo'shilib turganlar o'zimizning turkumimiz bilan tanishtirib o'taylik. Olqishlarimizni jamlamaymiz. Deyishim deganda qo'shuvchi turkum bo'lmasa bu konsert baxshi bo'lmagan bo'lardi. Endi bizning tovush operatorimiz, administratorimiz, bizning jibir yigitimiz Olmos Kalimovning ammo bir olqishlar berib olinglar. Albatta, yoshlar qizlarni yondirib, sundirib, sizga ko'zlaringizga motorlik istab turishi, o't qo'yishimiz Aynur To'xmatullin, ona da alqishlarni berganlar. Endi bizning sahnada ko'ringan artistlarimizdan eng birinchi sразу Peshinli Baravanchik. Dash aytib keyin kerak bo'lgan tamandolar, Ilgar Muhammadjonov. Endi gitarada bizning shunday motorni popsiga biz Azim Muhammedshin alqishlar berib olaylik. Endi o'zining nurli tovushi bilan sizga azkira bo'lsa dal qattiq istab turuvchi jibshi qizimiz Zubayda. Endi biyishlarimiz endi bir sana hazırlab tushirib beringizning Anya ham Ilnur alqishlar berib olaylik. Hurmatli do'stlar, biyishlarimizga endi Hansa Shilovek orkestr bütün bulgan qolgan bütün instrumentlarda o'ynavchi hali bugun Qurayni unutgan. Allohga bergan bo'lsa 2-yilga Qurayni olib kelajak. Aytug'an G'ayzulli. Endi bu yanda hamon davlasına qaraganda ismi to'g'ri kelib turadi. Botir Sabirov. Endi shu konsertni ozgina bo'lsa-da olib borishga tirishdim, sizning ko'ngillarningizni ko'tarishga tirishdim. Qozondan kelgan yoviqqina bir malay Farid G'alipov. Endi hurmatli do'stlar, siz yaratgan jirshi, qog'otlanmas, o'zinchalikli tovush egasi, estradamizning yulduzi, Tataristonning otqozoni, Boshqirdistonning xonaq artisti Anvar Nurg'aliyev.
Thank you.